Bunaqa shirinliklarni tayyorlash uchun hech qanaqa kurslarda o'qish shart emas. Shu 1 minutlik video sizga yetadi. Ishimizni un va margarinni kroshka qilishdan boshlaymiz. Tuxum sarig'i, shakar upasi, kraxmal, vanilin. Qo'lga yopishmaydigan shunaqa xamir tayyor bo'ladi. Videoda ko'rsatilgandek tartaletka qoliplariga solib joylashtiramiz va duxovka restiga birin-ketin terib 180 gradusda pishirgani jo'natamiz. Shirinligimiz kremi uchun 100% tabiiy bo'lgan shifobaxsh qaymog'i va sgushyonkani ko'pirtiramiz. Mana tartaletkalarimizni teng yarimini Snickers nachinkalik, teng yarimini esa malinalik qilishni xohladim. Sababli qaymoqli kremimizni teng yarimiga kakao, teng yarimiga esa pushtirang krasitel aralashtirdim. Albatta bu xohishga ko'ra siz oddiy qaymoqli kremdan foydalansangiz ham bo'ladi. Ustini qanaqa bezatish ham bu albatta sizning fantaziyangizga bog'liq. Malinalik tartaletkalarni qulupnay bilan, Snickers nachinkalik tartaletkalarni esa Snickers shokoladi bilan bezatdim. Mehmon kutganinglarda hammani hayron qoldirish uchun ushbu retseptni o'zingizga saqlangiz qoling. Aytgancha sahifamga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.